Assalomu alaykum, sizlar bilan Yulduzlar kanali. Sevara Soliyeva yig'lab yubordi. Turmush o'rtog'i 1 yil avval yashirincha turmush qurib farzandli bo'lganini bilib qoldi. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Kanalimiz uchun suv va havodek muhim. Sevara Soliyeva turmush o'rtog'i bilan qattiq urushib qolganini aytadi. Bir hafta bir xonadonda yashadik, bir-birimiz bilan umuman gaplashmadik. Orada kelmaydigan odat chiqardi. Bir oyda kirib keldilar va hamma narsalarni yig'ishtirib uydan chiqib ketdilar. Avvaliga bolalarini so'rab ozma-oz telefon qilib turardilar. Ammo bu qo'ng'iroqlar ham uzoqqa cho'zilmadi. Oradan 3 oy o'tdi, ulardan xat ham xabar ham yo'q. Bir kuni restoranda uni bir qiz bilan ko'rib qoldim. Ammo ayollik g'ururimmi bilmadim, ularning yoniga borgim kelmadi. O'zimni tahqirlangandek sezdim. Tezda u restorandan chiqib ketdim. Shu holatlar bo'lsa-da, turmush o'rtog'imni orqalaridan surishtirmadim. Baribir meni yaxshi ko'radilar, farzandlarini yaxshi ko'radilar, bir kuni kirib keladi deb o'yladim. Oradan 1 yil o'tibdiki, men ularni farzandli bo'lganini eshitdim. Eshitganimda shok holatga tushdim. Xayolimda bilamiz-ku baribir kimni yaxshi ko'rishini. Baribir meni yaxshi ko'radilar deb o'yladim. Bir necha daqiqa. Ammo shundan so'ng hayotim bir zumda ko'z o'ngimdan o'tib ketdi. Ular bizni tashlab ketdilar. O'zimni to'xtatolmadim, soatlab yig'ladim. Mana 3 oy bo'libdiki, hayotim qanday o'tganini bilmayman, deydi Sevara Soliyeva. Aziz muxlis, fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Obuna bo'lib, like bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Bu ma'lumot Sevara Soliyevaning hayotiy vaynidan olindi.